xonaga nechta quvurg'a batareya qo'yilishini hisoblaymiz. Xo'p, boshida xonaga kerakli issiqlik qanchaligini bila olamiz. Oddiy formula: xonani kubini chiqaramiz, vatni ko'paytiramiz. Bu o'rtacha 30 dan 60 gacha izolyatsiyaga qarab turib. Biz izolyatsiya bo'lgan xonani hisoblaymiz hozir. Balandligi 3, bo'yi 5, eniga 4 barobar 60 kub bo'lyapti. Mana shu xonamiz 60 kub hisoblaymiz. Yani izolyatsiya deganda lombozlar plotniy bo'lgan, devorlari ham penoplast yaxshi bo'lgan, romlari kamida akfa bo'lgan joyga olamiz bu yerda. Xo'p, vat barobar 60 kub ko'paytiramiz 30 vatga. Endi izolyatsiya bo'lgani 30 vat deb olamiz. Izolyatsiya bo'lgan xona bo'lgani uchun 30 olamiz. 1800 vat issiqlik kerak bo'ladi shu xonaga. Endi bu xonani bitta devor tarsovoy deb olsak, har bir tarsovoyga 10% dan qo'shib boriladi. Bitta tarsovoyga 10% qo'ysa 180 vat yana issiqlik kerak ekan. Oddiy plastik rom, akfa rom bo'lsa, bunga kvadratda 100 vat issiqlik kerak bo'lar ekan. Shunda kvadrat chiqaramiz. 1 metrga 1,5. 1,5 kvadrat bo'lyapti. Buni ko'paytiramiz 100 ga, barobar 150 vat issiqlik kerak bo'lyapti bunga. Endi bularni qo'shib chiqamiz. 1800 ni 180 ga, 150 ga qo'shamiz. 2130 vat. Shu xonaga 2130 vat issiqlik kerak bo'lyapti. Bu issiqlikni nechta quvurg'a batareyadan olishimiz uchun batareyani yuqorida aytganimdek o'zini parametrlarni yozib qo'ygan. 150 dan 210 gacha bo'ladi o'rtacha. Shuni 200 deb olamiz. 2130 ni 200 ga bo'lsa, shunda 10,65 chiqadi. Ya'ni 10 bitta quvurg'a. 10 bitta quvurg'a batareya shunaqa xonaga yetadi. Agarda bu xonaga panelni qo'yadigan bo'lsangiz, panelni hisoblash uchun o'zining shabloni bor. Shablonga qarab turib chiqarasiz. Masalan, mana 400 ga 500, 640, 400 ga 600, 750 vat issiqlik beradi. Biz endi shablonga qaradik. Shablonga qarasak, 50 sm ga 1 metrli panelni 2150 vat issiqlik berar ekan. Bizga bu xonaga kerak edi 2130 vat issiqlik. Ma'lumot foydali bo'lgan bo'lsa, bitta like bosib, izohlarda o'zingizning fikringizni qoldiringlar. Sog' bo'ling.